Assalomu alaykum, hurmatli mijozlarimiz, podpischilarimiz. Ko'pchilik akalarimiz so'ragan Equinox eng full pozitsiyasi keldi. Shuni ham bitta e'tiboringizga havola qilamiz. Kraskalari top toza. Bu prostoy emas, 472 millionlik pozitsiyasi. Xo'p, o'tda ham ideal holatda. To'rtta baloni go'zal holatda mashinani 2021-yil ishlab chiqarilgan. Tonirovkaga ruxsatlari bor. Motor ходовой коробка o'ta ham ideal holatda, orqa ko'rinishlari full pozitsiyasi. Ko'rsalar bo'ladi idealniy. Yana bir salonlarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. 5 kul joy dostuplari bor. Salon holatlari ham matviy bo'lib turibdi, ko'rsalar bo'ladi. Ko'cha holatlari ham kattagan panorama luk. Bu mashinamiz 472 millionlikda head-up displey bo'ladi. Abduf, Abagrev. Kamera 153 ming kilometr yurgan, o'zini halol kilometri. O'ta ham ideal holatda. Orqa holatlari ham gaz qo'yilmagan, benzin holatda. 5 kishilik bo'ladi, o'z bilsanglar, Equinox emas. Zapaskalari joyida. O'ta ham ideal holatda. Tonirovkalari ham o'ta ham derski holatda ko'rsanglar bo'ladi. Kraskalari toza, 2021-yil ishlab chiqarilgan. Eng full 472 millionlik pozitsiyasi. 153 ming kilometr yurgan, o'zini halol. Hop, bu mashinamizni 24 ming dollarga telefon qilib baraka qilsanglar bo'laveradi. Yoqqan bo'lsa 91 kodi bilan 626 22 raqamiga aloqaga chiqarasizlar. Hammaga rahmat.